Davom etamiz. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida 14 yoshli o'smir boshqaruvidagi Gentra yo'l transport hodisasiga uchradi. Ma'lum qilinishicha, avtohalokat joriy yilning 19-aprel kuni Qarshi tumani Qozikent mahallasi hududida sodir bo'lgan. O'smir bola otasining Gentra mashinasini uning ruxsatsiz ko'chaga haydab chiqqan. Yonida tengqur do'stlari bo'lgan. U mashinani tez haydashi oqibatida boshqaruvni yo'qotgan va yo'l chetida to'xtab turgan yuk mashinasiga borib urilgan. Oqibatda mashinada bo'lgan 2 nafar o'smir voqea joyida vafot etgan. Haydovchi va yana 2 nafar o'smir tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Hozirda ulardan ikkisining ahvoli o'ta og'ir, biriniki esa o'rta og'ir darajada ekani aytilmoqda. Muxbirimiz Shavkat Aminov ushbu ayanchli avtohalokat tafsilotlarini o'rgandi. Achinarli kadrlar. Afsuski, avtomobil boshqaruvidagi ana shu xato 2 o'spirinni hayotdan bevaqt olib ketdi. Mana bu tasvirlar avtomobilning o'sha hodisadan keyingi holatini ko'rsatib, to'qnashuvning qanchalar jiddiyligini tasdiqlab turibdi. Avtomobilga shu holga kelgan ekan, undagi yigitlarning holatini tasavvur qilish qiyin emas. Joriy yilning 19-aprel kuni kech soat 20 lar atrofida Qarshi tumanining Qozikent mahallasi hududida hali haydovchilik tajribasiga ega bo'lmagan maktab o'quvchisi boshqaruvidagi mashina yo'l transport hodisasiga uchraydi. Ma'lumotlarga ko'ra, otasining mashinasida do'stlari bilan qo'shtirnoq ichida sayohatga chiqqan haydovchi yo'lning qayrilish qismida boshqaruvni yo'qotib, yo'l chetida turgan yuk mashinasi ortidan kelib uriladi. Natijada mashina salonida bo'lgan 2 nafar bola voqea joyida vafot etib, yana 3 nafari turli tan jarohatlari bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Qashqadaryo filialiga yotqiziladi. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda Qarshi tuman ichki ishlar organlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Markaz shifokorlari bergan ma'lumotlarga ko'ra, avtohalokatda omon qolgan 3 nafar yigitlarga turli darajada bosh miya shikastlanishi bilan bog'liq tashxis qo'yilib, 2 nafarining ahvoli qoniqarli deb topilib, yashash uyiga javob berilgan. Bir nafari davo muolajalarini davom ettirmoqda. Keyingi paytlarda maktab o'quvchilari tomonidan avtomobil boshqarish bilan bog'liq ko'ngilsiz holatlar tez-tez quloqqa chalinmoqda. Shu o'rinda ota-onalardan bu masalada biroz e'tiborliroq bo'lishlarini so'ragan holda, mazkur holat ham xulosa chiqarishga yetarli bo'lishini eslatishni joiz topdik.